Nihoyat Toshkentdagi orzuyimdagi kvartiramda yangi devor ko'rish vaqti keldi. Hammaga tanish o'sha buzilgan devorni eslaysizmi? Menga yordamga Webuild kompaniyasi yetib keldi. Ular odatda faqat to'liq pod ключ remont bilan shug'ullanishadi. Lekin mening vaziyatimni tushunib, nafaqat devorni tiklash, balki butun remontni tugatishga ham rozi bo'lishdi. Ishchilar o'lchovlarni oldilar va kerakli materiallar ro'yxatini tuzishdi. Hammasi yetkazilgandan so'ng esa ular eski g'ishtlarni ehtiyotkorlik bilan olib tashlashni boshlashdi. Men rostini aytsam, devor darrov qulab tushadi deb o'ylagandim. Lekin g'ishtlar shu qadar mahkam turgan edi, hatto ustalar ham hayron bo'lishdi. Webuild kompaniyasining tozalikka bo'lgan munosabati menga juda yoqdi. Ishchilar ish jarayonida hamma narsani puxta tozalashdi. Har bir sentimetrni artishdi. Hatto qo'shnilar haqida ham o'ylab, ularning eshigini plyonka bilan o'rab chiqishdi. Shunda hech nima iflos bo'lmaydi va buzilmaydi. Keyin esa devorni to'g'ri darajada qurish uchun lazer o'rnatishdi. Bir qator g'ishtni qo'yish taxminan 20 daqiqa vaqt olardi. Avvalgi devor esa yog'och taxtalarga tayanib turgan edi. Gidroizolyatsiya yo'qligi sababli u taxtalar allaqachon chiqarib ketgan edi. Endi esa biz devorni temir armaturalarga qurmoqdamiz. Bu esa devorni bir necha barobar mustahkam qiladi. Ishchilar devorni atigi bir kunda qurib bilishdi, tunda esa quridi. Ertasi kuni hammasini rodban bilan yakunlashdi. Men ham bekor turmadim va podyezdni tozalashni boshladim. Endi esa Webuild kompaniyasi tufayli menga eng mustahkam va ishonchli devor bor.